Tomas Tuxelning ehtiyotkor taktikasi Angliyani jahon chempionati finalidan mahrum qildi. Hammasi ular gol urganidan keyin o'zgardi. Uchrashuv boshidanoq Lionel Messi o'yinga katta ta'sir ko'rsatdi. U raqib himoyasiga doimiy bosim o'tkazib, ingliz futbolchilarini tez-tez qoida buzishga majbur qildi. Ikkinchi bo'limda maydondagi keskinlik yanada oshib, futbolchilar o'rtasida ommaviy tortishuv yuzaga keldi. Dastlab Anthony Gordon Angliyani hisobda oldinga olib chiqdi. Ammo shundan keyin inglizlar himoyaga haddan tashqari yopishib oldi. Tarkibni himoyachilar bilan kuchaytirib, ustunlikni saqlab qolishga urindi. 85-daqiqada Messi ajoyib uzatma bilan Enzo Fernandesni qulay vaziyatga chiqardi va u kuchli zarba bilan hisobni tenglashtirdi. 92-daqiqada esa Messining navbati